88 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Mana shu uchastkamizni 6 ta xonasi, 2 ta oshxonasi bor, 2 o'tovga tushgan, 2 etajli. Bu holatdagi uchastkamizni shaharda bo'lganda 200 mingdan arzonga ola olmasdinglar-da. Nazarbayda joylashgan. Hop, zeleniy zonasi, garajlari bor, qo'lida hojatxonasi bor. Endi ichkariga kiramiz. Hop, bu yerda sanuzel bor bitta. Bu yerda mana spannisi bor. Oshxonasini kattaligini qaranglar. Ikkinchi oshxona xos ko'rsataman. Bu yerda mana zal qismi bo'ladi. Tepada ham 4 ta yotoqxonasi bor. Oshxonasini kattaligini qaranglar. Hop, ikkinchi hovlidan bular oshxona sifatida foydalanishar ekan. Hamma sharoitlari qilib qo'yilgan ekan mana. Tepalari ham yopib qo'yilgan, havo ham yaxshi aylanadi. Ikkinchi etajga chiqib olamiz. Bolajon odamlar bo'ladi, farzandlari ko'p, shularga tashab qo'ysanglar. 4 ta xonasi bor tepada. Bu qizlar uchun yotoqxona. Bu dars qiladigan xona ekan bitta. Mana bu yerda ham yana 2 ta xona bor. Qaranglar, bu yerda bitta spannisi. Bu yerda yana bitta kattaroq xona bor ekan. Suv, svet, gazdan muammo yo'q, kanalizatsiya o'ra qilingan. Bino hammasi to'pli pol qilingan. Qaranglar, videoda ko'rsatilgan hamma mebel texnikalar qolar ekan. Hammasi. Faqat bitta gilam bilan bitta xolodilnikni olib chiqib ketar ekanlar. Qolgan hamma narsa qolar. Bu uchastkamizda Nazarbay Pushkinda joylashgan bo'ladi. Oq trubadan sal pastroq. 88 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarining raqamlarini qoldiraman ekranda. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegramimda bo'ladi.